Hammaga xayrli kun. Bugun biz eng yaxshi ko'rgan ustozingiz kim challenge'ning 3-kunidamiz va bugun biz ustozlardan o'z fikrini bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Eng yaxshi ko'rgan ustozingiz kim? Va alaykum assalom. Eng yaxshi ko'rgan ustozim O'tkir Tashmuradovich. Eng yaxshi ko'rgan ustozim O'tkir Tashmuradovich. Uralova Islova. Uralova Islova. Uralova Islova. Qobulov Eshbolta Otamurodovich. Sirojiddin Eshqurbonov. Qobilov Eshbolta Otamurodovich. Avliyaqulov Tolib ustoz. Babayeva Mahfuza. Ismoilov Bobur ustoz. Amarqulova Zebo ustoz. Ismatulla aka Xayrullayev. Shohista Xolmurodovani alohida bir jihatlari bilan hurmat qilaman. Eng yoqtirgan ustozim, hamkasbim, dugonam Jumayeva Dildoraxon. Shodiyeva Nodira. Kafedramizda mudirimiz Tolibjon bilanlar. Shoira Bobomurodova. Ayollardan Mamajonova. Hammasi. Eng qiynalib beradigan savolimiz bu Yunusaga. Kafedralar nimasi? Kafedra. Yo'q, Eng qiyinini hozir endi olamiz. Xodimlar bo'lim boshlig'idan. Assalomu alaykum ustoz. TSUdagi eng yaxshi ko'rgan xodimingiz kim? Men universitetdagi yaxshi ishlaydigan barcha xodimlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum ustoz. TSUdagi eng yoqtirgan ustozingiz ismlari nima? Eng yoqtirgan ustozimmi? O'zim. Otamurodov Shavkat Nusratullayevich. Ustozim bo'ladilar o'zim. Ha, rahmat. Siznichi? Avvalambor barcha ustozlarni kasb bayrami bilan tabriklaymiz. Men hurmat qiladigan, men yaxshi ko'rgan ustozlardan Otamurodov Shavkat Nusratullayevich. TSUdagi eng hurmat qilgan ustozlarimdan Erkin aka Xalyarov va Tuyg'un opa Mamajonova. Uralova Oysula ustoz. Eshbolta Otamurodovich Qobilov. Albatta ustozimiz Qobilov Eshbolta Otamurodovich. Sattorov Abdusamad Umarqulovich. Anvar Absamatov.